Beijing ömlük məbləğ başqurish guruhi çəklik şirketi tajdorlig'idagi bir kişilik to'y filmi. Sijil taraqqiyot bilan juj urib rivojlanayotgan Beijing Yepak yo'li ömlük məbləğ başqurish guruhi çəklik şirketi har qaysi kasb sohalarida ilg'or natijalar bilan davlatimizdagi boshlamchi korxona qatoridan o'rin oldi. Davlatimiz ichki sirtida nom qozongan dongli san'atkorlardan tashkillangan ömlük san'at o'miki va ilg'or texnika, yangi taqtish vositalari, munavvar xodimlar mujassamlangan kino, televiziya, madaniyat shirkatlari birlashtirilib, Beijing Yepak yo'li ömlük madaniyat taqtish guruhi qurildi. Ömlük tor texnik şirketi Şinjanning yezigilik taraqqiyot bozorini echish uchun ömlük bozori elektronlik tor sotishini barliq keltirgan bo'lib, bu sifat tekshirish, ezish, ishlab chiqarish, o'ralma qoplarni yangilash orqali Şinjanning cho'lpon mahsulotlarini tuvan baho, a'lo mulozima, yuqori sifat bilan ichki o'lkalarga tonitish va zo'r miqdorda setib chiqarishni maqsad qilgan. Bundan boshqa, Jungo choy madaniyatini rivojlantirib, yuqori sifat bilan bozorga silingan Shinbao yurishlik badan asrash sog'lomlik joylari bu fasldagi eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Qani, biz bilan hamkorlashing, tang qadamda ilgarilaymiz. Arab ish bo'lgandan keyingi beyaranchiqdan qutlamadimsiz. Siz qanday xizmat berman deb ishingiz ko'tarqamdi. Jigarni mayqatlab tutishni ansiratamsiz. Sho'lakam jigarni asrash, nasibning ishi bir usulni chavri sizning bo'lganlaringizni qilas. Aklıma düşkənsiz. Allah'ım hizmette. Ama bizden Luka Sefer'nin ki köpeğin masasında. Atırağlarla yakatlıken Brejde mutlu etkirsinler. Rahmet. Yaxshimsiz? Yaxshimsiz. O'ylanishni tizimlashgansizmi shumi? Ha, mushu. Biz o'ylanishga taqil kelgan to'q. O'ylanishga tizimlash vaqti hozir. Agar ajrashib ketadigan ishinglar bo'lsa, tushdan keyin kelinglar. Yo'q, shu biz o'ylanish tizimlatmoqchi to'q. Ha. Agar bizning munosabat materiallarimiz ko'rib boqasiz. Macalyalını to'ldirib, tamdiki o'ylanishga tizimlash shuanshasini bir o'qib yetib ko'ringlar. Hamma qilaman. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining o'ylanish qonunidagi belgilama bo'yicha uning bilan er-xotin bo'lishga to'liq roziman. İltimas qiluvchi Arman Erkin. İltimas qiluvchi Zulxumar Asqar. Mübarek bo'lsin. Hozirdan boshlab qonunliq er-xotin bo'linglar. Sizga mübarek bo'lsin. Rahmat. Siz nasılsınız? Mübarek olsun. Ben gidelim. Rahmet ederim. Aras aldığımız şembe günü toy murasimi ötküzmesi toq.
Ağaqqan nasip barasız ha? Kelar qitim ajrashma deb kelmasanglar ham bo'ldi. Rahmat. Ma'qul-a? Rahmat. Rasm çöylerdin boşun tuttu. Vay bu koçun düştük bulup resimde. Çok çıraylı çıktı. Karma? Kulağımı uçtunuz mu? Bana qara. Endi çıkırdığına oxşamsız qo'yingizni. Hem de onu birden bir gün Arman. He? Bir xil tushimdek bilinayotdi jumla boshladi. Qanday? O kun biz qanday olib qolamiz? Tushunuz ko'z oldimga keldi. Siz tushunizda qarang. Ben bir oq atqı şahzadega o'ylangan. Siz bo'lsangiz nahayat chiroyli, go'zal bir qaramalliga o'ylangan bir qiyofat go'zalingiz ko'rdi, shundaymi? Men go malikiga o'xshayman. Siz nari shahzodaga o'xshaysiz? Qo'ydi qara. Bunda qilaylik. Hamma uni apirib, cho'nab ko'rsatdi. Ularni ko'rib qolsin. Yo'q, men bosh ko'rsatdim. Men bosh ko'rsatdim. Bo'ldi. Xalas, ma'amda qaytdingiz. Bugun Xubey o'lkasi zo'r tasodifiy ommaviy sog'lomlik voqeasiga birinchi darajalik inkos qaytarib, yangi tipdagi tojismon virus yuqumiga butun kuchi bilan taqobil turdi. Baqaqlarni taqib bo'ldi. Vallahi to'y xatini elib bo'ldi. Restoronni bekitib etdik. Bag'oqchilarni taqtish jarayonida o'qlarni zahmlantirib oldim. Demak, to'y ta'tir sanoq bosqichi kirdi degan gap. Shuni demamsiz. Tayyorliqlar bitib qoldi. Hamda shu kuni hamma ishlar biz o'ylagandek, ko'ngildagidek bo'lsa, biz o'ylagandek yaxshi oyoqlashsalar, hammamizdan ortiq chiqadi dang. Hozirgi bolalar ota-onasining xayolini faqat tushunmaydi desa. Asli men bu o'g'limizning to'yini katta taqdiqliq haqlarni eg'izda bir qag'ada qilay deb o'ylagan. Ashanatlik qilmaymiz. Oddiy sodda qilamiz deb tushuntirib oldi. Ya'ni kelin qizimizning gapi bilan qiz o'g'il ikki taraf birlashib, ma'rikani birga qilamiz deydi. Bo'ptilar dadasi. Ush bolalarning rayiq baqayli. Kelin qizimiz shunday chiroyli, chechan, aqlli qizgan. Men u qizni yoqtirib qoldim. Baribir bir sister ekan-ku. Undaq dema. Yuqoriroq bir yerda ishlaydigan ish bo'lsa, ish va o'xshaydi ekan bizga. Bu meni faqat to'g'ri bildi. Oy dadasi, bo'ldi chechilmanga. Hamma ishlar yaxshi bo'lib ketdi.主任好。哎，好。红妹儿。哎，主任。哎，红妹儿，婚礼准备的怎么样了？还行吧，差不多了。嗯，好。哎呀，太可惜了，我不能参加你的婚礼了。为什么？
Yaxshimi ada, qanday ahvolingiz? Yaxshi qizim. Hali yaxshi bo'lib qoldingizmi? Kelib boqay. Tushibdi qizingiz. Ada, motorni birdan ishga vaqtida ichilang. Bo'ldi qizim. Ada, sizga qaraydigan biror bolalaringiz yo'qmi? Ay qizim. Mening bolalarimning hammasi o'g'il. Qizim bo'lgan bo'lsa, sizdek sestra qilgan bo'lardim emasmi? Ada, qanday ishingiz bo'lsa, meni izlang. Lekin kelar haftadan boshlab sizga qarayolmaydigan bo'ldim. Nima ishqa qizim? Nima bo'ldi? Kelar hafta to'yim bo'ldi. Voy! Muborak bo'lsin, qizim, muborak bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Rahmat ada. Qizim, anglashimcha Ay qizim. Mening bolalarimning hammasi o'g'il. Qizim bo'lgan bo'lsa, sizdek sestra qilgan bo'lardim emasmi?哎，老头，老头，你车停哪了？就门口，就门口。不知道啊，我刚才是不是找半天没找到位置？来，哎，兄弟，哟，哎，men bir og'ir kelsam, mani to'yga ishni qilsa-da, Ya, Arman, qo'yin qop, biz dasami bizni? Unutib ketmasa bizni, ha? Nasi keldi qildi ekansilar. Sizlarni izimsam kimni izlaymiz sizlar demoq nimam bor adashman. Ya to'xtam yapalli. Adashsa bir azdın jimar ekan. Azdın deyman. Hamma odam bu qafasdan tichib qutlanmasa, qafas kirgan bir qushqo. Ya sen endi ushmaganga qantan kesilsan. 你太损了呀！你看他欺负老欺负他是吧？ Ishqilib, nima deb chaqchaq qilsanglar mayli. Lekin to'yda cho'qim yaqin to'msang bo'lmaydi juma kunida. Aningdan ansirmay, faqat sen to'y kuni ash xotinning qo'lini chingli tutib o'tdasan, qolgan ishqimani biz bor. Men qo'ldash qara. Ang muhimi hamda oyoqdan qo'ldash bilan yaxshi chiqib qila olsamlar. Dadım. Voy. Jinning qas shoptilda deb sening maqsading ham qo'ldash degina. Arman, ansirma. Bizli bor. To'ying chestay bo'libdi. Lekin qo'ldashning nomerini cho'qim ma'lum bersan. Yo'q. Ya Allohning ochliq bishtoq qo'ldash mayli. Yo'q. Ya Alloh baradim amda. Mağda. Işledim sen. Ya işlem vallahi. Kicham doq. Buni ko'tiratam doq. 哎，等一下，我们喝之前嘛，喝一个最放心，喝完放放心心的喝。啊，忘掉了吗？遇到可以，拿，来。现在再喝。Ey, olay adaş. Adaş bu toyağını bulay davası, yelçik etken şardak dumay elanla içimiz. Vay içe adaş şey. Ya pek mesut etmeyemez ensirmegine. Bu toydun burun bunda 90 arak içtim, toydun ki neymiş kılalayız. İçe. Olay adaş. Ya aman iç, araktan 90, maz yakınmaydı. Ya bu elanla adaş mı içimiz? Sen pek kırış buldu mu ne mi? Ne buldu? Digine adaş ne buldu tuyuksuzluğu? Qaytay. Adaş birer çakçak eğir kesse danla. Yo'q, chaqchaq yurib kelish yo'q adash. Sizlar o'tiraveringlar qaytay. Endi bir şey oldu. O'ltiraychimiz. Bir şey oldu adaş. Qolgan gaplarni sizlar keyin tushuntirib qo'yay. Olma.
哎，老太没喝，让老太送一下你吧。 Adaş, ben arak içmedim, ben apur itesin adaş. Oldu adaş. Senin ağır kılma, kepiyatından buzuk koymak yok. Ben bir artı evlem ki metro evlem uzam kayıt olay. Sizler devamlı oturabilirler, ha? Kepiyatından buzuk koydum, ha, oturabilirler. Çak öldürüp kettim ha. Yok, hayır. Ne konuğuna basın şu var. Ya bu çak artık da. Başta oyun. Arman, dünyada ömürde bir qatam keldiğin bu qutluk to'y bo'lsa, to'yni tashlab qo'yib boshqa joylarga ketadigan menga o'xshash ahmoq qizdan yana biri bo'lmasa kerak. Men sizga shundaqla ota-onamga yuz kelaman. Hayotimizdagi bu qutluk marikimizda ikkimiz darqamda turib, xo'shallik ilkida birga o'tkazishni to'limi orzu qilardim. Shundaqla bizni beqib cho'ng qilgan ota-onamizga, to'yimizga kelgan aziz mehmonlarga cheksiz minnatdorlik bildirsak deb o'yladim. Afsus, men bu baxtli minutlardan mahrum qoldim. Şinjan Changja guruhimiz memleket boyunca 100 güçlük münevver karxanaның biri bolup süptü bilen guruh kurgucusu lider Mehmet Tursun başçılığında Janubiy Şinjan boyunca aldın qatarda turduğan öymülük, maşinsazlık, sayahat, köngül içiş, çeyniqish bir gavda kılıngan 100 ming kölemdeki sayahat köngül içiş şehircisi. Maşin setişte Xotan boyunca çempion bolgan Şah Ahmet şirketi. 3A derecelik karxan deb baholangan Xotan Erqavul yemeklik pishiqlab ishlatsa oldi. Şinjan Güzel Diyar şirketi ve başka Şah Ahmet qarmağıdaki maşın mülazimet şirketleri bulup 10'dan artıq şirket, 300'dan artıq xizmetçimiz xalqimizga qolaylik yaratish uchun mülazimet qilib atdı. Changja guruhimiz öz aldığı igilik tikligusi bor yoshlarga sahna hazırlab, guruh bilan tang taraqqiy qilib, beyish arzusi bor do'stlarga fursat yaratib, o'rtaq arzudagilar bilan qo'lni qo'lga tutishib, rayonimiz taraqqiyotini ilgari surish uchun zo'r ishonch bilan palladan chiqdi. Tanlash sizdan, ishonch samimiyat bizdan. Şinjan Changja guruhi. Rosneft Abdullari turlicha muhitning siniqidan o'tgan. Qutub, Qumluq, Tog'liq rayon. Rosneft Abdullari har qanday motorga mos keladi. Dunyoning har qaysi joylarida Rosneft Abdullari ishlatilyapti. Kermil Saraydagi 100 yillik soatda, olam bo'shliqida, yer yuzida, dengiz okeanlarda Rosneft Abdullari motorimizni nazik soatdek harakatlantiralaydi. Şinjan Ravon xalqaro sotish shirkati 30 yillik Abdul setish tarixiga ega. Vakolatchi chaqirish nomeri 400 80 33 362.
quyosh nuri chechildim baq o'ylini charlab chupaniga parlab quyosh nuri chechildim muborak to'y muborak yor yor to'yinglarga muborak muborak to'y muborak yor yor to'yinglarga muborak bir-biriga hamroh shakli sozi yangroq to'y marika muborak bir-biriga hamroh shakli sozi yangroq to'y marika muborak. Hey, kelinchakning bugun to'yga kelmaganligining sababini bildinglarmi? Bak muhim ish chiqib qoldi deb oldim bu. Qanday gap bu? To'y kuni muhim ish chiqib qoldi degan. Xuddi o'limga ruxsat so'ragandek ham gap qilyapsizlar. Ha, nima bo'ptamsa? Yaqinda anglashimcha bir boy bilan aralashib ketgan, opisi qo'shilmabdi. Yo'q, men ishga ketib deb anglagandim bu. Ha, ish bitibdi. Qarashdi shunda nozik sezim dilda yurakka o't yoqadi. Bu qarashdi shunda nozik sezim dilda yurakka o't yoqadi. Muborak to'y muborak, yor yor to'yinglarga muborak. Muborak to'y muborak, yor yor to'yinglarga muborak. Bir-biriga hamroh shakli sozi yangroq to'y marika muborak. Voy. Xo'sh, hurmatli mehmonlar, yigitlar, qizlar. Bugungi to'y harakatimiz shundoq tug'ilib, ism davomlashyapti. Endi to'yimizning kun tartibi bo'yicha bugungi Said Allohning vakili bo'lgan qizning dadasi Asqar afandimni hurmat bilan sahnamizga taklif qilsak qanday? Qani, Asqar afandim, rahmat. Shunda qilib to'yimiz bo'lardi-da. Kelamaydigan bo'ldingiz. Arman, tanlashimga hurmat qilsizmi? Albatta qo'llayman. Chapa chekdingiz. O'zingizni asrang. Hürmetli mehmonlar, biz bugün hayatımızdaki en kıymetli, en hoşallık minutlarını birge beşimizde ötküzüvatımız. Efsunlarlığı, muşu hoşallıkның, muşu bəxtinin hakiki ilgisi menin arzuluk kızım Zulxumar bugün bir yerde bulanmadı. O şu taptı bizden bek jirakta. İstifaksiz can meydanı da başkalarının bəxti üçün ün-tünsiz köreş qılmaqda. Mən onun dadısı buluş sütüm bilen başkalarının bəxti üçün köreş qılıvatqan aşı söyümlü kişilərinin arasında menin kızımның boğallığıdan çeksiz bəxirlənmə. 可惜了，我不能参加你的婚礼了。为什么？这次院领导呢，任命我为支援武汉医疗队的组长。是这样。什么时候出发呀？现在志愿者呢都争先恐后的报名，我们明天下午就出发。明天？啊。这么急。红妹儿，红妹儿。啊，主任。红妹儿。 我在这儿呢，向你送祝福。等我回来以后呀，
我再好好的给你补上啊！我还要看你跳舞呢啊！好好好，赶紧忙了，好。谢谢您，主任。 Kızım, anlaşımca sizlarning doktorxonadan doktor sestralarni Wuhanga yordamga boradi degan gapni oldim. Rost gapmi? Ha, da. Anlığınızdek hazır Şinjanның her qaysi joylaridagi doktorxonalardan turkumlab doktorlar yordamga mangdi. Bizning doktorxonamizdanmi ati tushdan keyin 100 dan ortiq doktor sestralar yordamga mangmoqchi. Bek yaxshi bo'pti qizim, bek yaxshi bo'pti. Balan qaltis ish bo'pti emasmi bu? Hey. Mening bolalarimdan birasi doktor sestra bo'lgan bo'lsa, men ularni beringlar. Berib o'zinglarni tizim qoldiringlar deb haydagan bo'latdim. Rasmada? Albatta. Qizim. Biz Şinjanlıqlar qiyinchilik uchirganda ishtirdagi qarindoshlar qarab turmagan. Endi bugun kun kelganda biz qarab tursak bo'lmaydi. Bu bir shundoq yaxshi fursat. Biz ularga o'zimizning rahmatimizni yetkazishimiz kerak. Qo'limizdan kelgancha ularga yordamimizni hargiz ayamasligimiz kerak, jenim qizim. Ada. Sizning uchun men Doğrularınızı vaxtır içiyorlar abi. Ben çıkayım. Boludu kızım, boludu. Boludu. Ay kızım. Benim ballarımdan hemmisi oğul. Kızım boğan bolsa, sizdeki sestra qilgan bo'lardim emasmi? Arman. Men ata xizmatdoshlarim bilan Wuhanga minishni qaror qildim. Dunyoda umrda bir qatim keladigan bu qutlug' to'y bo'lsa, to'yni tashlab qo'yib xizmatni deb boshqa joylarga ketadigan menga o'xshash ahmoq qizdan yana biri bo'lmasa kerak. Men sizga shundoqla ota-onamga yuz kelaman. Hayotimizdagi bu qutlug' marikimizda ikkimiz barqamda turib, xushalliq ilkida birga o'tkazishni to'limi orzu qilardim. Shundoqla bizni beqib cho'ng qilgan ota-onamizga, to'yimizga kelgan aziz mehmonlarga cheksiz minnatdorlik bildirsak deb o'ylaydim. Afsus, men bu baxtli minutlardan mahrum qoldim. Şu bütün memleket halkı ortak yolun bilayotgan bu meselede bizim balının hizmetini qo'llaydi. Dada sen neyim davatsız? Bağaqlarının hemmisini taqtib bo'lgan bo'lsak, ma yüzümüzge sert emasmi deyman. Bağaq taqilib bo'lgan bo'lsa-mu tushuntirishga bo'ladi-ku. Ay şirin. Et ögün toy davası. Ma balanın qavatqan qılqını qarab. Bo'ldi. Toy bo'lgandan keyin ağırıp qalmang yana. Kızımız bulmuşsa kim bilen qilamiz o toyni? Qarab turishini kirib keting hemen. Bütün xalq alam oldida yüzümüzni shundoqmi o'zal qilamsiz? Apa bu sizdan nima deginiz? Zulxumar.
Biz istüteksiz jang meydanining qahramonlari. Şuna bizga oq xalatliq farishtalar deb nom berilgan. Navoda xalqning hayotiga tahdid kelgan bu hayot mamatliq paytlarda biz ko'krak kirib chiqolmasak, ustimizdagi bu kiyimga qandoq yuz kelalaymiz? Shu topda Wuhandagi qarindoshlarimizning beshida o't kuyib-atsa, ajiba qo'shnimizning uyida o't kuyib-atsa, biz eshikni dum taqab qo'yib to'y o'ynashga qandoq ko'nglimiz chiraydi? To'g'ri. Mening qizim sestra. Lekin menimcha qizim uchunla emas, sestralar uchunla emas, hammamiz uchun badal to'lash qanoat. Ota qilish bo'lsa, xo'shallik deb o'ylayman. Rahmat. Şoň bugun men aşo suyumli kishilarimiz uchun yaxshilarni köylab o'tarman degan naqshni barliq shu mehmonlarga, sahibxonlarga taqdim etaman. Barlığım dedim, bağrı taştın jirak ketermen. Arzularga tolgan bu könglim, elgi baxit tilab ötermen. Bu hayatning mehri başqacha, azizlarning chehri boshqacha, afsuslarning sehri boshqacha.
boshqacha haqiqatni so'zlab o'tarman haqsizlarning sehri boshqacha haqiqatni so'zlab o'tarman Derya kabi akmakta zaman Bu ömrümüz kaytmaydı aman Derya kabi akmakta zaman Bu ömrümüz kaytmaydı aman Muhabbetke muhtaçdır cahan Yaxşılarını köylep ötermen Hakikatni sözlep ötermen Elge baxit tilep ötermen Suygum bilen Hürmetim bilen Yaxşılarını köylep ötermen Suygum bilen Hürmetim bilen Yaxşılarını köylep ötermen Yaxşılarını köylep ötermen Hoş, hürmetlik mehmanlar. Toyumuzning amdiki numurida yurakni titradigan paytlar keldi. 大家请注意啊，今天的任务非常重要。我们今天为了热情的新疆歌舞，把新疆人们的问候传达给武汉的同胞。准备好了吗？好了，加油！ Biz alqış chavaqlarimiz bilan to'yimizning bosh qahramoni Armanni yolg'iz kishilik usulga taklif qilaylik. Chavaq!走，快慢上！ 同胞们，你们好！
我是从新疆来支援的治疗队医员佐里胡马尔，我们给你们带来了新疆各族人民的热情问候和美好的祝愿。武汉的同胞们，你们并不孤独，我们会战胜这一次的病魔，因为我们身后有我们强大的国家，我们绝不会失落。在全国人民强力的支援下，我们众志成城，共抗疫情。家门前一枝花，啊，每天我都看到它。我家门前一枝花，啊，每天我都看到它。它见别人笑开花，啊，它见到我不说话。啊，它见别人笑开花，啊，它见到我不说话。葡萄藤下来，啊，情人埋在地里来。情人葡萄藤下来，